Man sizlarga bugun bitta trash istoriyani aytib bermoqchiman. Mani o'qishim Seulda va men har hafta Seulga boraman. Bilishinglar uchun men Chinjuda turaman. Chinjudan Seulgacha 5 soatlik yo'l avtobusda. Har doim naushnikim bilan birga boraman. Bu safar naushnikimni keysini sumkamga osib qo'ygandim. Naushnikimni o'zi quloqchinlari qulog'imda edi. Avtobus to'xtaganda men birinchi qatorda o'tirganim uchun men tezroq tushishim kerak. Shtab qolganlarga xalaqit bermasligi uchun. Tez tushib, naushnikimni keysi bilan nimasi sumkamdan uzilib ketgandek avtobusda qolib ketgan. Представляете, men uni почти $200 olganman, original. Tushganimdan keyin hojatxonaga borganimdan keyin sumkamni qarasam, keysi yo'q. Shunaqa qo'rqib ketdim, koreyskani bilmaysiz. Qanaqa qilib topaman, mashinani nomeri ham esimda yo'q. Keyin bitta koreys bola o'tirgan ekan o'sha yerda. Iltimos qildim, anglizchani bilsang menga yordam ber dedim. U bola ham anglizchani umuman bilmasligini ishonsanglar. Переводчикlar bilan tushuntirdim, что keysni yo'qotib qo'ydim, vebukman, chet ellikman, koreyskani umuman bilmayman, iltimos menga yordam ber dedim. Keyin u telefon qilib, почти 40 minut haligi avtobusni qidirdik, chunki u yoqda katta bas terminalda как birinchilarga o'xshashadi. O'zini avtobuslari bor, hamma o'zini avtobusga javob beradi. U yoqda adashmasam 3 tami 4 tami birinchi bor ekanda. Unisiga bordik, bizda bunaqa avtobus yo'q dedi. Yana bittasi bunaqa avtobus shadow umuman yo'q, raspisaniyasi umuman yo'q. 540 ta avtobuslar bizga kelmaydi dedi. Men уже umidimni uzib bo'lganman, lekin avtobusga tushirib qo'yganim 100% aniq edi. Chunki Uborniga borish yo'li uzoq emas. Qaytib borganimda уже yo'q edi, naushnik Ubornida emas edi. Keyin oxiri topdik. Shunaqa ham xursand bo'lib ketdim. Bu bilan nima demoqchiman? Koreys tilini bilmasa ham, u bola ham ota-onasini kutayotgan ekan. Qayerdandir kelishini bilmayman. Ota-onam kutayotgandim dedi. Shuning uchun vaqti borligi uchun yordam berdi. Почти 40 minut, 45 minut men bilan qidirdi. Menga yordam berdi. Koreyslarni shu taraflarini juda ham yaxshi ko'raman. Agar O'zbekistonda shunaqa bo'lganda, siz chet ellikka yordam bergan bo'larmidingiz?